Dunyo o'z egasini tanimas. Ishq esa alovdirki, tushgan joyini kul qilar. Tarix sahnalarida shunday bir siymo borki, u na amaldorning zaridan, na podshohning daridan qo'rqdi. U haqiqatning qalandari edi. Boburahim Mashrab. Uni kimdir Majnun dedi, kimdir devona. Ammo u o'zbek adabiyotining eng o'tkir, eng xalqchil va eng fojiali shaxsi edi. Bugun biz shunchaki shoir haqida emas, balki ishq yo'lida qurbon bo'lgan Boburahim Mashrab haqida so'zlaymiz. Bir 1640-yil Namanganda kambag'al bo'zchi Vali bobo oilasida bir chaqaloq dunyoga keldi. Unga Boburahim deb ism qo'ydilar. Ammo qismat unga bolalikning shirin damlarini ko'p ko'rmadi. Otadan erta yetim qoldi. Onasining ip yugurib topgan halol luqmasi va ko'z yoshlari Boburahimning qalbini tarbiyaladi. U dunyoning adolatsizligini ilk bor o'sha g'aribona hujrada onasining qadoq qo'llariga qarab his qildi. Mulla bozor Oxund dargohida ilk ilmlarni olgan Boburahim fors tili va falsafaning tub tubiga yetdi. Ammo u quruq kitobxon emas, balki qalbida Alloh ishq urgan talaba edi. Bir 1665-yil u ilm izlab uzoq Qashqarga, Pir Ofoqxo'ja huzuriga bordi. U yerda 7 yil davomida nafsini pokladi. Dunyo lazzatlaridan voz kechdi. Mashrab endi haqiqiy sofi edi. Ammo Mashrabning erkin ruhi bir qolipda tura olmadi. Shu sabab 1673-yilda kutilmagan ixtilof tufayli o'zaro ustoz bilan o'rtasida adovat kelib chiqdi. Bu ilohiy bir imtihonning boshlanishi, shoirning abadiy darbadarlikka qo'yilgan ilk qadami edi. Namanganga qaytgach esa uning onasi og'ir kasal edi. Shu sababli uning onasi og'ir kasallikdan vafot etdi. Shu kundan e'tiboran Boburahim uchun dunyo o'z ma'nosini yo'qotdi. U endi mutloq darbadar, mutloq yolg'iz, g'arib Mashrabga aylandi. Allohim, o'zing xayr barakot berib, yuzimizni yorug' qil. Allohu akbar. Mashrab 40 yil Toshkent, Buxoro, Samarqand, Balq va hatto Hindiston uydan uyga, shahardan shaharga kezdi. Uning uyi yer, yostig'i esa tosh, hamrohi esa Alloh edi. Mashrab saroylarda emas, bozorlarda va xalq ichida yashadi. Dehqonning kosasi bo'shligini, boyning zulmi esa chegarasizligini ko'rib, uning qalbi olov bo'lib yondi. Uning g'azablari podshohlar taxtini qimirlatadigan kuchga ega bo'ldi. Vijdonsiz kimsalarni hajv qilib, Zolimlarning zulmida dod faryod urar xalqni ko'rdim, deb yig'ladi shoir. U soxta dindorlarni, riyokor mollalarni ayovsiz fosh qildi. Uning har bir murabbasi xalqning tilida doston, zolimlarning quloqida esa o'q bo'lib yangradi. Mashrabning ishqi faqat xalq bilan cheklanmasdi. Uning eng buyuk dardi Alloh edi. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar, deb yozganida u o'zining ichidagi olovni tasvirlagan edi. 1711-yil Balx shahri. Mutassiblar va hokim Mahmud Qatag'onbiy Mashrabning ovozini o'chirishga qaror qildilar. Uni dinsizlikda ayblab, o'limga hukm etishdi. Shoir esa bu hukmni kulib, shodlik bilan kutib oldi. Mashrab dor ostida ham haqiqatni aytdi. Uning o'limi jismning tugashi, ammo ruhning g'alabasi edi. Mashrab dorga osildi, ammo uning so'zi osmonlarga ko'tarildi. U o'z qoni bilan haqiqatni muhrladi. Bugun Mashrab oramizda yo'q, ammo uning ruhi har bir adolatli so'zda, har bir oshiq qalbida yashamoqda. Boburahim Mashrab abadiyat shoiri bo'lib qoldi.